Assalomu alaykum, Farg'ona Avzor Ashaddiy muxlislari. Xo'p, hozirda biz ishlatilgan mebel sotgan joyga kelganmiz. Ya'ni hop Asadillohning uyidan boshladik videoni. Videoni ochiq ko'rsalaring, hop Farg'ona kirgidek, hop bozorga ham borib, u yerda davom ettiramiz. U yerda ham mebellar ko'p, xudo xolasa. Hop, bu yerda ham qaranglar, yotoqxona mebellar vashi noyoblarni olib chiqib qo'yibdi. Komplekt, ya'ni penal kamoti bilan, hop shunaqa servanti bilan mana yotoqxona mebellar. Vashi zo'rlari bor ekan. Bittadan like bosib, yaqindan jo'natib qo'yinglar. Videoni ochiq ko'rib tursangiz, sizga to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hop, ko'p obunachilar shunaqa narsa so'rashardi. Masalan, Paynetdagi, Razdacha deydimi, magazinlarga shunaqadan kelib qolibdi mana. Bunday narsalar kamdan kam kelib qoladi. Kassalarga qaranglar. Xullas, akam, obunachilaringiz uchun bu narsa topamiz ekan, xudo xolasa. Bozorda ham borami bu yerda? Bozorda ikkita joy to'la. Ava stol ustul deysizmi, stenka deysizmi, xudo xolasa kuyov bolalarimiz uchun o'ylagan holda go'rkalarini Spani garniturdan arzon qilib beraman. Xudo xolasa. Bitta yangi Spani garniturdan Spani garnituri go'rkasini garniturdan arzon qilib beraman, xudo xolasa. Xo'p, mashinadan oling aka. Bu Toshkentda ishlab chiqarilgan, ammo mayda-chuyda bunaqa shilingan etgan petnolari bor aka. Mayda-chuyda naqalari bor ekan, o'zim ham ko'rdim shunaqa. Narxlari arzon lekin aka. Bu ammo sifatiga bexijolat, faqat shu ustiga chaqa-chuqaga naqa bo'lmasa, sifati bexijolat. Bu MDF dan ishlangan, 100% MDF bo'ladi. Matraslarni yangi materiallar qoplatib berilgan. Holatlari juda ko'p. Ammo bu 80 ga 210. Eng katta kravatlardan bittasi. 82. Tumbalari ham katta. Tumbalari ham o'zgacha chiroyli narsa. Bu shifaneri boshqa tema aka bu. Bu hozir Toshkentdakimi bu? Bu Toshkent bo'ladi, ha? Bu Xitoy bilan nima qilib ishlagan Xitoy bilan sammesini ishlab chiqarilgan. O'rtada turbalarni qo'yib qo'yamiz hozir. Ichlari keng bo'ladi, e'tibor qiling mana qarang. Chuqurligini. Xo'p, 60. Ichlari chuqur bo'ladi. Bu taraflari polkali. Bu tarafida maytda ham yana kaltus toshlarga bishilgasi bor. Bu tarafda ham bor. Nimaga kalta ekan deb naqa qilishmaydi. Xo'p. Bu komplektimiz razmerini aytmabsiz aka. Shifaneri 2,5 metrga 240 bo'ladi. 2,5 metr 240 bu bo'linadimi? Yo'q, butun bo'ladi. Olib kirib o'rnatib beramiz o'zimiz. Dastavka ustanovkalari vodiy bo'ylab bepul bo'ladi. Ustanovkasi ham ichida. Ustanovkasi ham ichida. Hali obunachilar har safar bilishadi. Dastavka ustanovka desam, ustanovkasiga qilib beriladi. Dastavkani o'zi desam, dastavkani o'zi qilib beriladi. Yo'lkirani indamasam, shahar ichi dastavkamiz bepul bo'ladi. Xo'p, mana shu komplektimiz obunachilarga aka 3,9 mingga vodiy bo'ylab dastavkasi bilan qilib beraman. 3,9 so'm mana 4 million emas qaraydi. 3,9 mingga Toshkentda ishlab chiqarilgan Spani garnitur. O'zi bu misol ishlatilgan bo'lsa ham juda qimmatroq yuradi. Bir ikkita joylarda shunaqa chaqa-chuqa joylari borligi uchun misol trimon mana ustilarida. Ko'proq trimon ekan. Ko'proq trimon. Qolgan narsada uncha basu. Shuni hisobiga 3,9 so'm. Qolgan joylari butun ham xudo xolasa. Butun xudo xolasa aka. O'rtada tortmalari bor, bunda tortmalari bor. Xudo xolasa singan, uringan boshqa joylari yo'q, faqat shilinib qolgan joylari bor. Bilasiz, har safar men aybi bo'lsa, ayb bor deb o'tib ketaman. Xo'p, kassaga, magazinga hali bilan atrupa sotmoqchi bo'lsalaring, polkalarimiz, mana ular hammasini bitta komplekt oldim, ikkalasini. Keyin buni hali magazinlarda bunday kirsiz, uzun o'rtada yo'lda turadigan polkasi ham bo'ladi-ku, 4 qavatli. Bo'yi 1,70 bo'ladi, uzunligi 2 metr bo'ladi. Bunday yo'llari ham avanni ikkita mana bu tarafni yonini ham avanni qilib narsa qo'yadigan qilgan. Plus ashinasini tergan ulgurmay qoldim kecha. Unisi ham bor. Oppoq, tiniq turibdi, u ham turibdi. Xo'p, buni eni 90 sm, bo'yi 220. Buni obunachilarimizga 350 mingga beramiz. 350 ming so'm. Bu kassa apparatimiz. Xo'p, kattaligi adashmasam 180 edi. 182 ekan. Bu tarafi 112. 112. Sizlar mayatlarda narsa qo'yadigan joylarigacha bor. Mana. Tani ancha keng ekan. Xullas bittadan laminatdan ko'p laminat ketgan bunga. Obunachilarimizga aka
700 ming qilib beraman buni. 700 ming so'm. 700 ming so'm. Aytayam bu narsa qo'yib narsa bo'laverar ekan. Hop. Biror obunachimizga bir narsa sotib olmoqchi bo'lsalar, ana bonusi ham bor. Bonus qilib bering deyshadi-yu. Mana akrildan ishlangan tumbacha. Bemalol bosh tarafga qo'yib qo'yib, maza qilishsa bo'laveradi. Xo'p, go'rkamiz bu Andijonda ishlab chiqarilgan 3 ga bo'linadi. Eni 240, bo'yi ham 240. Mana aka. Ichlari ayni polka bas, to'g'ri polka. Maza qilib ishlatishaveradi. 3 ga bo'linadi. Buni narxi obunachilarimizga 2 million 300 ming so'm vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Xo'p, 2 million 200 ming ham qilib beray bo'lsa o'zi obunachilarga. Dastavkasi ichida. 2 million 200 ming so'm vodiy bo'ylab dastavkasi ichida bo'ladi. Dastavkani o'zi e'tibor qilishadi. Dastavkani o'zi. Nimaga 3 ga bo'linadi, bemalol o'zlari ham qo'yib olishaveradi. Faqat qoshlari yechiladi xolos. Bu Spani garnituri o'shaning Xuddi sherigi. shuni Spani garnituri. Mana bir xilda qaraydan gullari ham, xohlaslari bitta olsang ham bo'laveradi. Bitta olishsa narxini ham kelishtirib beraveraman agar bitta joyga ketadigan bo'lsa. Ko'p bo'lsa, nima pritsepli mashina, katta mashina chaqiraman, ikkalasi bitta bo'lsa, o'z adden o'zi ikkita mashinada ikki yoqqa ketadi-da. O'sha yo'l kirasini hali laqtayni o'tib beraman. Xo'p, shifoneri ham 3 ga bo'linadi aka. Mana seflarigacha bor. Kalitlar uning ichida turadi adashmasam. Xo'p, mana taraf shilkali. Chiroyli holatda. Bu ham MDF dan ishlangan. Hech qanday ayb nuqsoni yo'q. Chilingan etgan, qirilgan joylari yo'q. Tremolari ham kattagina. Razmeri 240 ga 240 dedimi? Tremos 170 ga 210 bo'ladi. Mana. Mana kalit. Boshqa kalit ham bor ekan. Xo'p, bu holat chiroyli holatda turibdi aka. Tremolamiz ikkita katta tumbasi bor. Spannisi 160 ga 210 bo'ladi. Bu ham MDF dan ishlangan, chiroyli xipcham narsa. Katta spanilardan emas, bu xipchamroq unga qaraganda. Xo'p, obunachilarimizga bu komplektimizni 4 million 400 ming so'm vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beraman. 4,5 million emas. 4 million 4 million 400 ming so'mga vodiy bo'ylab dastavkasi. Xo'p, ustanovkasi ham bo'lsin, obunachilarimiz ustanovkasi ham ichida bo'ladi. Xo'p, Toshkent ishlab chiqarilgan go'rkamiz bor ekan. Bu ham MDF bo'ladi. Ichlari oyna. Bunisi ama o'ta boshqachasi, mana qarang. Karkassiz oyna. Pastda ikkita tortmasi bor. Changini qo'yib yuborilmabdi. Artib yuborilmabdi. Xullos, razmeri 2 metr, 220 bo'lsa kerak adashmasam. 220 ga 240 bo'ladi. Bejirim bir kichikroq uylarga juda chiroyli aytadi. Buni narxi obunachilarimizga 1 million 800 ming so'm vodiy bo'lib dastavka ustanovkasi ichida bo'ladi. Ustanovkasi ham ichida. Ichida bo'ladi aka. 1 million 800 ming so'm vodiy bo'lib dastavka ustanovkasi ichida. Xo'p, keyingisi mana Spani garniturimiz go'rkasi. Kamot Chester. Bu Chesterlarimiz mana oynali bo'lmaydi, laminatli bo'ladi. Bemalol qo'yishaveradi ishlariga. Oqidan so'ragan obunachilarimizga. Spani garniturimizni oq deysizlarmi, korishniy, maloshniy deysizlarmi topamiz. Maloshnilari ham bor aqda. Ikkinchi joyimizda. Xo'p, bu ham chiroyli holatda turibdi aka. Xo'sh. Bu joy egallaydigan razmeri aka 3,5 metr joyda egallaydi. Bu 220 bo'ladi. Bu ham MDF dan ishlangan. Andijonning mahsuloti. Buni narxi obunachilarimizga Xo'p, 2 million 300 ming so'm vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul bo'ladi. 2 million 300 ming dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida. Bu Spani garnitur. Bu Spani garniturimiz uzunligi 2,5 metr, bo'yi ham 2,5 metr. 3 ga bo'linadi. Holatlari chiroyli, hech qanday ayb nuqsoni yo'q hammasini. Go'rkasini ham, kamotini ham hech qanday ayb nuqsoni yo'q. Aybi rabochiyligi. Xo'p, o'rtasi shilkali, ikkita chekkasi polkali. Bu 3 ga bo'linadi shifoneri. Buni ham chuqurligini ham e'tibor qilib berishadi, qarang aka. 60 sm, 62 sm. Hali shifonerni ko'pini ichini, vishilgasini ichini kichkina qilib berishyapti-yu.
O'shalar uchun metr oldim ataylar. Xo'p, buni trimosi, kravati, matraslarni yangi qoplatib bergan buni ham. Ikkita katta tumbasi bor, materiallari MDF. Buni komplekt narxini obunachilarimizga 5 million 300 ming so'm vodiy bo'lib dastavkasini qilib beraman. 5 million 300 ming dastavkasi ichida. Ustanovka bo'lsa, ustanovkasini ham qilib beraman. ustanovkasini ham. Xo'jasan o'sha nimasini billa olsalaring, billa olsa ham yo'lkirasini ham kelishtirib beraman. yo'lkirasini o'zimiz o'tib berishadi. Xo'p, bozorga boringlar, arzon ham yangi yilda seroq. Bozorga ham kelib oldi. Xo'p, aka bozorimizga ham yetib kelib oldi. Naryoqda ham borami bu yerda? Ikkinchi joyimizdan Ispaniya tur deysizlarmi, Ko'xinni deysizlarmi, xudo xolasa hamma yo'q bor. Faqat sabr qilib oxirigacha ko'rib bersalar ham bo'ladi. Xo'p, keyingisini. Bu polkalar mana yerda turibdi, qo'yib beramiz aka. Polkalari bor, ha? Polkalari bor. Oshiqchasi bilan polkasi bor. Mana yerda yana 3 ta polkasi turibdi. Bemalol xolagan buni razmerlari o'zgaraveradi. Polka trijatil joylari xolaganicha polka qo'shib bo'laveradi. Bu taraf mana vishilga, ikkita vishilga detskiy qilib beraman desa, mana ikkita vishilga aka. Detskiy qilib beraman desa, ikkita vishilga. Kattalaki bo'lsa, bittasini olib bersa, kattalaki ko'p bo'laveradi. Bu Germaniyada ishlab chiqarilgan, o'rtasidan ikkiga bo'linadi. Pasti bitta addeni, tevasi addeni bo'ladi. Xo'p, buni narxi obunachilarimizga 350 ming qilib beraman. 350 ming so'm. Keyingisiniga 300 ming qilib beraman. Bu vishilkali. Faqat vishilkali. Tillozni qo'yadi xona, faqat vishilkali bu. Xo'p. Germaniyada ishlab chiqarilgan go'rkamiz aka, stenkamiz. Mashinasini ko'rganmiz bir marta aka. Ko'rmaganman. O'zim ham birinchi marta ko'rishimda. Da boshqacha ekanmi? Bashi boshqachasidan aka. Mana ular go'rkalar ishlari qarang. Zavodskiy o'sha Germaniyada qanday chiqqansa o'shundan chiqib turibdi aka. Ruchka deysizmi, hech qat almashmagan. Faqat bitta mana treshina tushib qolgan xolos. Uzun. Bu ham bemalol ishlayveradi-yu. Chizig'iga ahamiyat berishmasa bo'ldi. Ichlarini qarang aka. Tiniq holatda turibdi. Faqat bitta aynalar chang atvorsak bo'ldi. Tortmalarigacha mana tiniq holatda, hamma joy-joyida aka. Xo'p, razmeri примерно 3,5 metr joyga tushaveradi. Bo'yi 2 metr. 1, 2, 3, 4, 5 bo'ladi aka. Yoki tezor qo'yiladi endi. Ustida zo'r qo'yiladi. Tegasi narsa kitob teriladi, o'yinchoq qo'yiladi. Xullas aka uyda hamma yo'g'ini yutib yuboradi shu narsa. Hamma yo'q joyib ketadi. Buni narxi obunachilarimizga atiga 1 million 800 ming so'm vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul bo'ladi. Dastavkasi ichida. Qarang, high-tech forma u SSR mahallada ham bo'lgan ekanda. High-tech fasonda. Biz bilmagan ekanmiz-da. Figurniy ekanda. Chekkadani. Aytadi. Hop, keyingisi Toshkentda ishlab chiqarilgan go'rka komotimiz, tilzor qo'ydi xoni. Pastidagi mana. Faqat mayda chuda shilingan etgan joylari bor ekan mana. Buni ham endi rang berib, bilinmaydigan qilib beramiz. Faqat ulgurmadik. O'shuning uchun borini aytib, ko'rsatib. Polkalar joy-joyida, eshiklari avanli bo'ladi. Oldi tortmalargacha avanli ekan. Xo'p, chang holatda turib xolos. Buni artodiyu chalartgan ekanmiz. Xo'p, ikkalasi ham xuddi shunaqa. Buni polkalarni qo'yishga ulgurmadik hali. Polkalarni qo'yib chiroq qilib jo'natib yuboramiz. 2 million 200 ming so'm vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul bo'ladi. Komplekt. 200 ming so'm dastavkasi ichida. Dastavkasi. Bo'yi ham qarang aka, 240 ekan, shunaqa shekilli. O'ta bo'yi baland ekan. Tilzor qo'ydi hollari. Xo'p, men yerda 3 ta stulimiz bor. 75 ming so'mdan beramiz. Jupi 150 ming bo'ladi aka. O'shanda hisobga to'g'ri bo'ladi obunachilarimizga. Xo'p, 200 ming so'mga sondiq beraman aka. Sondiq ham zo'r holatda turibdi. Gazda oldiga qo'ygani, yakandoz yiqqani kamot. Bitta polkasi bor. Bo'yi ham pasti 1 metr, eni 90 sm, oyoqlari yangi qilingan, yangi qo'yib qo'yilgan. Narxi 250 mingga beraman obunachilarga. 250 ming so'm. Stol ustulimiz bor. Temir 10 tali. Chiroyli holatda turibdi. Qirg'oqlari alyuminniy, plastmassali. Xo'p, stullar hech qaysi singan, ayb nuqson joyi yo'q. Maza qilib otib, tepib ishlatadigan stullar ekan.
Buni narxi obunachilarimizga 1.400.000 so'm dastavkasini qilib beraman, vodiy bo'ladi. Dastavkasi ham ichida. Ichida bo'ladi. Temirligidan. Xo'p, detski ishlataman degan obunachilarimizga farzandlar uchun mana matrasi ortopedический, e'tibor qilasizlar. Mana men 80 kiloman. Bexijolat narsa, xudo xolasa. Eni 70 sm, bo'yi 190 sm. Xo'p, shkafi ham bor. Mana. Hamma xudo xolasa joy-joyida, pastda bitta tortmasi ham bor ekan. Mana. Xo'p, faqat maydada mana ayb nuqsoni bor, shilingan aytgan joylari bor ekan. Xo'p, ikkalasi 600.000 so'm aka, bitta shifonerni ham puli bas. Ikkovi 600.000 so'm. Ikkalasi 600.000 so'm. Uchinchi joyimizga ham o'tayapti ham yangiliklar sero. Xo'p, bu yerda ham mebellardan shu noyoblari bor ekan. Noyobidan, idealidan, xudo xolasa, kelin-kuyovlar shuni olib qo'yib ishlatsa bo'ladi xonadan aka. Matraslari yangi bo'ladi. Razmeri 170 ga 210 MDF dan ishlangan. Qarang, hech qayerda ayb nuqsoni yo'q, shilingan, uringan, qirilgan joylari yo'q, tiniq holatda turibdi. Xo'p, bitta pufigi bor. Mana. Mana qarang, g'aladonchi ham tiniq turibdi-da. Xo'p, trimosi, shifoneri ham kattagina aka. E'tibor qilishadi, bir 260 lar bor. 2,5 metrdan kattaligi aniqini o'lchamabman. Bo'yi 240 bo'ladi. O'rtasi polkali, ikkita chekkasi vishelkali. Ro'molli lidoxonlargacha joy-joyida aka. Bu taraf yana vishelkali. Narsa lidoxonlari. Xo'p, bu komplektimizni narxini obunachilarimizga 5,5 million vodiy bo'ladi dastavka, ustanovka xizmatini ham qilib beraman aka. Dastavka ustanovkasi ham ichida. Ichida bo'ladi. Go'rkasi ham bor. Mabodo go'rkasini qo'shib olamiz deysa ham bo'laveradi. Go'rkasi 240 ga 240 razmerda bo'yi. Mana. Bu ham o'ta go'zal narsa ekan. Bu o'sha bir xil komplekt. Bir xil shuni komplekti. Mabodo bitta uyga olsa men xursand bo'laman. Yo'lkarasidan ham o'tib beraman aka, yana sizcha. Bu 3 ga bo'linadimi? Bu ham 3 ga bo'linadi, shifoneri ham 3 ga bo'linadi aka. Ular qancha aytyapsiz? Baho aytaymi, xolajon, bo'lishini aytib beraymi? Bo'lishini aytguncha 5,5 million qilib beraman. Komplekt. 5,5 million so'm komplekt yotoqxona mebeli. To'xtating. Xo'p, video davom etaveraylik. Go'rkasini aka narxini 2.800.000 so'm vodiy bo'lib dastavkasi bilan qilib beraman aka. 2.800.000 dastavkasi ichida. Keyingisi divan kresloyimiz Chexoslovakiyada ishlab chiqarilgan Spane bo'ladigan variantda. Bunisi 190 ga, eni 160 bo'ladi. Ochilganda 160 qilib beradi. Chiqadi. Ochilganda 190, eni 160 bo'ladi. Ikkita kreslosi. Jurnalni stoli ham oldiga qo'ysa juda chiroyli aytadi. Bu jurnalni stol bilan qo'yilgan bo'lsa ham zo'r bo'ladi. Buni narxi 1 million 2 million 300.000 so'm vodiy bo'lib dastavkasi bor. Divan kreslodi, jurnalni stoli 100.000 so'm. Bu 100.000. Bu Ruminiyada ishlab chiqarilgan jurnalni stol. Keyingilari burcha chesterlarimiz, komodlarimiz. Hop, oynalari uzun joyida. Ranglari ham ajoyib chiroylisidan bo'ladi. Har bittasini eni 70 sm, bo'yi 220 bo'ladi. Ikkita uyni burchaga qo'ysali joy egallab olmaydi. Etajlari ham zo'r aytadi. Ikkalasining narxi 1.600.000 so'm vodiy bo'lib dastavkasi mutlaqo bepul bo'ladi. Dastavkasi ichida. Xo'p, kuxunni so'ragan obunachilarimiz juda ko'p edi. 240 likdan olib kelib qo'ydi, ataylab kuxunni kattasidan. Mana ichlari. Ikkita o'rtadagi pastga ochiladi. Chiroyli holatda turibdi. Tortmalari ham, eshiklari ham ko'p ekanda buni. O'ta ko'p, xudo xolasa ekan. Xo'p. Tevalari ham mana ochiladi ekan. Xo'p. Buni narxini aka obunachilarimizga 2.200.000 so'm vodiy bo'lib dastavkasi bilan qilib beraman. 2.200.000 so'm dastavkasi vodiy bo'lib. Akril bo'ladi bu, laminat bas. Ichlar laminat bo'ladi, tevasi akril, usti stolishniца bo'ladi. Hech qanday ayb nuqsoni yo'q, xudo xolasa maza qilib uylarda ishlashaveradi.
Hop, Spaniya garniturimizni narxini aytdik. 5,5 million so'm vodiy bo'ylab. Go'rkasi 2 million 800 ming so'm, vodiy bo'ylab dastavkasi ham mutlaqo bepul bo'ladi. Bitta olsa aynan bo'laveradi, qaraydi. Bitta olishsa, omad juda chiroyli narsa. O'zim ko'rib maza qildim aka. Matrasni yangi tashab berdim keyin. Haqiqatan bitta kelin-kuyov shuni uyga qo'yib bersa bo'laveradi. O'ta go'zal ekan Ispaniyani turaman haqiqatda. Shifonerlari ham kattagina. O bittadan lak bosib yaqindan jo'natib qo'ydi.